Mana qiziqarli savol bolalar. Bu savolni Jamshid akamiz bergan, ijtimoiy tarmoqdan kuzatib borar ekan. Jamshid akamizdan kelgan savol. Xo'p, bir kishi mashinaga qum ortyapti, lapatkada qum ortyapti. Tasavvur qildingmi? Xo'p, 13122 kilogramm qum bor. Lapatkaga bor yo'g'i 6 kilogramm qum ketadi. Xo'p, mashinaga 6 kilogramm ketadi. Nimaga? Lapatkaga 6 kilogramm qum ketadi. Mashinaga qumni otganda 2 kilogrammi qaytib tushyapti. Tushunasizlar-a? 2 kilogrammi qaytib tushyapti. Mana shu 13122 kilogramm qumni necha marta irg'itganda, ya'ni lapatkani necha marta irg'itganda mashinaga ortib bo'ladi. Birinchi bo'lib topgan o'quvchiga 200 ming so'm pul mukofoti bor bolalar. 2187 marta o'tgan bo'lsa ekan. 1222. Xo'p, yozib qo'yaman. Necha? Kalkulyatorni yechtir. 13122 ni bo'lamiz nechiga? 4 ga. Xo'p, 4 ga bo'lsak, 13 ichida nechta 4 bor? 3 ta. 12 bo'ladimi? Ayirsam 1. 1. 2 tadan beramanmi? 8. 3280 bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, oxirida 2 kilo qolyaptimi? Mana shu 2 kiloni tushuntiraman qara. Oxirida 2 kilo qolishligi, oxirida 2 kilo tushmaydi. To'liq. Tushundingmi? Ha, to'liq. Ya'ni 6 kilo ortyapsan, 2 kilo qaytib tushyapti. Tushunyapsanmi? Oxirgi ortganingda 2 kilo tushmaydi deb olasan. 200 ming yutib olishlaring mumkin edi, bolalar. Xo'p, buni javobi 3280 bo'ladi. Oxirgi ortgan lapatkada 2 kilo qaytib tushmaydi hisoblanadi-da. Ya'ni